Agar shaxmat o'ynagandek o'ynaganimda 7 o'lchab bir sursaydim ot, bo'lmas edi har qadamda mot. 2025-yilning eng yaxshi sportchisi yo'nalishi bo'yicha Elon Musk mukofoti taqdimotini e'lon qilish uchun sahnaga Shashka sport treneri Bahodir Ubaydullovni taklif etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, aziz mehmonlar, o'qituvchilar. Mana shunaqa tadbirlarda o'tkazilishida xursandman. Chunki har bir natijaga erishayotgan, har bir yutuqqa erishayotgan yoshlarni albatta o'zini iqtidoriga yarasha taqdirlash kerak deb o'ylayman. Chunki zero ularni taqdirlash, ularni orqasidan o'sib kelayotgan yoshlarga motivatsiya bo'ladi. 2025-yilning eng yaxshi sportchi yo'nalishi bo'yicha Elon Musk mukofoti sohibasi hamda sohibi 8-A sinf o'quvchisi Rushana Ilyashaliyeva hamda 9-A sinf o'quvchisi Shukrullo Salomov. Bu sovg'alarni ishdan maqsad xohlasa sizlardan oldingi akalaringiz, opalaringiz bilasizlar, Burxonov, Umirbek, Tunibayeva, Sadoqat kabi jahonda 5 karra jahon chempioni bo'lasizlar. Maylimi? Va'da berasizlarmi? Hammaga rahmat.